Hürmetli vatandaşım, endilikte birlikte biz bir kıtım muhakeme kılıp göreyli. Biz 5 gün burun vaziyetini nemi degeni dok mesela Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Trump Çavuşen'e qartib dedi ki bir yolunu tanlab ol. Ot yalqını ve gazap bilen sana şundaq aytaman ki bir yolunu tanlab ol. Endi keleylik. 8 ayının 14 günü Çavuşen Guam rayoniga raketa atmaydiganligi to'g'risida ifade bildirdi. Ya'ni Guam rayoniga Amerikaning harbiy bazasi joylashgan Guam rayoniga raketa qo'yib bermaydiganligi to'g'risida ifade bildirdi. Qizig'i shu bo'ldiki, 8 ayning 14 kuni dushanba Sharq vaqti Beijing vaqti bilan avval Beijing hukumati ifade bildirib, Chavshandan ko'mir import qilmaydigan Şundaqla kömür rodisi import qılmaydigan, yani şundaqla deniz mahsulatları import qılmaydiganligini jakarladı. Demek Chavshan Amerika Qo'shma Shtatlariga yo'l qo'ydi. Jungoning bu qilig'ini matbuotlar va torbetleri nima dedi desanglar shundaq dediki, bu albatta shundaq dediki, bu bir tizpiköş dedi. Mesela Jungo Amerika'ya tizpikti dedi. Endi bu xabarlarga munosabatlik mundaq bir mavzularni anglab yetinglar avval, andan keyin davomli tahlil qilaylik. Birinchi mavzu o'zgarmaydi. Hindistonning vaziri Modi yuqori ovoz bilan Jungoga tavlab. Hindiston shunchalik qudratlikki, har qanday tajovuzchining ustidan g'alaba qiladi dedi mavzuliq to'r filmi 17 kuni YouTube'da e'lon qilindi. Jungo Hindiston cheket bilan yochibak elisa Rossiya foydaga erishidi. Oxiri Hindistonni quchoqlaydi. Rossiya oxiri Hindistonni quchoqlaydi mavzuli xabar 8 ayning 17 kuni Duvi torbetida e'lon qilindi. Mavzuga diqqat qiling vatandoshlar. Amerikaga tez piktimi? Endi boshladik-ku. Hozir Jungo Amerikaga tez pikti dedik. Amerikaga tez piktimi? Amerikaning savdo bo'yicha tekshirishga moslashish to'g'risida Jungo aloqador taraflarga jiddiy buyruq tushirdi. Anglang vatandoshim. Amerikaga tez piktimi? Amerikaning savdo bo'yicha tekshirishiga moslashish to'g'risida Jungo aloqador taraflarga jiddiy buyruq tushirdi. Mavzuliq xabar 8 ayning 17 kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Jungo Amerika nəhayət zor hərbi ishlar kelishimi imzoladi. Diqqat vatandoshim. Ozodlik armiya xotirjamalda Hindistonga taqobil tura oladi. Mavzuli xabar 8 ayning 17 kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Jungo Hindiston so'rkilishi davomlashyapti. Jungoning ichki vaziyati noziklashib ketdi. Avval bostirish, ondan chetga taqobil turishga majbur bo'ldi. Mavzuliq to'r filmi 8 ayning 16 kuni YouTube'da e'lon qilindi. Sen urushmamsan? Undaqda men urushiman. Hindiston Jungoga urush etishga birinchi pay o'qni etishga tayyorlandi. Mavzuliq to'r filmi 8 ayning 12 kuni YouTube'da e'lon qilindi. Rossiya vositallab oltarmayla Jungoga o'ra qo'lidi. Jungo Hindiston chegara urushi portlash oldida turdi. Mavzuliq to'r filmi 8 ayning 12 kuni YouTube'da e'lon qilindi. Bu mavzuga diqqat qiling hurmatli vatandosh. Prezident Vladimir Putin 100 o'ridimi? Jungo Hindiston so'rkilishi halqiliq bir paytda turganda Rossiya atay bu ishni qildi. Mavzuliq to'r filmi 8 ayning 16 kuni YouTube'da e'lon qilindi. Men bu xabarning mazmunini ko'rolmadim, mavzuni sizlarga topshirdim. Endi qaytib kelaylik. Jungo Amerika Qo'shma Shtatlariga tez piktimi? Masalan, yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlarining yuqori darajalik bir generali, bir nafar generali Don Ford apandi avval Koreyani ziyorat qildi. Ondan keyin Beijingga bordi. Beijingda
Amerika taraf, ya'ni harbiy taraf, Jungo taraf, ya'ni harbiy taraf, Jungo tarafdan Fan Fenghui, Amerika tarafdan Don Port apandilar bir kelishimga, endi hozir zo'r kelishimga dedi. Bu kelishimning mazmuni nima? Bilsak faqat bir jumla, ya'ni Amerika armiyasi bilan Jungo armiyasi uqishmaslik yuz bermasini o'ttirdi. Xato hukm qilish yuz bermasini o'ttirdi degan shart bilan zo'r kelishim imzoladi deyildi. Demak, bu yerda hozir Jungo yanada tez pishdi. Amerika bu kelishimni imzoladi. Masalan, Jungo hozir boshda aytdik, savdo tekshirishi to'g'risida aqliy mulk huquqi mas'uliyatlari va boshqa savdo tekshirish huquqida prezident Trump buyruq tushirdi. Bu buyruqqa moslashgan holda Jungo nim dedi? Aloqador taraflarga buyruq tushirib, Amerikaning tekshirishiga moslashishni talab qildi. Mana bu tezlikdi deganlikdir. Endilikda yana nim bo'ldi? Çavuşan hozirgacha yo'q demay raketa sinaq qilib kelyotdi. Çavuşan ham tezlikdi demayli bu yosh bolaning g'ururiga tegmasin deyli. Tezlikdi demasakmi? Çavuşanning rahbari Kim Jong Un endi Guam rayoniga raketa qo'yib bermaydigan bo'ldi. Demak, Çavuşan bunday ifoda bildirganda, Jungo Amerika Qo'shma Shtatlari tez pikkanda, sheningki vatandoshlarim o'zi ojiz o'rinda turgan bir davlatga yoki bir kishiga kuchlik o'rinda turgan ikkinchi bir davlat hargiz qo'l solmaydi. Tarixga qarab beqing, amaliyotga, reallikka qarab beqing. Lekin Jungo qo'l qo'ydi, nimaga qo'l qo'ydi? Jungo Amerika Qo'shma Shtatlariga tez pikdi, nimaga tez pikdi? O nima masalalarni hal qilish kerak? Faqat savdoda yo'l qo'yish masalasimi yoki Jungoning siyosiy tuzumi, ijtimoiy tuzumiga berib taqiladigan ishlar bormi yo'qmi? Biz yuqorida yani 3 parça xabar, Tor filmi ve Dovitor bitining xabariga nazar ag'dirdik. Biri Rossiya Jungoga o'ri qo'li dedi. Biri prezident Vladimir Putin Jungodan 100 o'rdimi dedi. Yana biri prezident Vladimir Putin Jungo Hindiston Jungo chegara so'rkilishida Jungo mag'lub bo'ldi, strategik mag'lubiyatni boshdan kechirdi dedi. Mushu 3 mavzuliq maqolaga Tor filmiga nazar ag'dirsak, hozir Rossiya Federatsiyasining Jungoga tutgan pozitsiyasi o'zgarish bo'lib o'tamdi yo'q. Masalan, Jungo Hindiston to'qinish yuz berayotgan shundaq bir paytda, so'rkilish yuz berayotgan shundaq paytda Rossiya Federatsiyasining maydoni o'zgarib o'tamdi yo'q. Bu siz uchun, biz uchun intayin muhim ahamiyatli, Uyg'urlar uchun ahamiyatli. Bu yerda Rossiya bir ijobiy ish qiladi degan fikr yo'q, hurmatli vatandoshim. U Uyg'urga hozirgi Char Rossiya davridan hozirgacha Uyg'urga ziyonkashlik qilib kelayotgan davlat. Biz uningdan umid kutmaymiz. Zodi bu yerda bu Hindiston Jungo chegara masalasiga Rossiya qaysi maydon turib pozitsiya bildirdi degan narsa siz biz diqqat qiladigan muhim nuqta. Chunki bu yerda Jungolar Rossiyaning manfaat yoki munosabatlari bor. Siz Hindiston tarafga og'digan bo'lsangiz, Jungo taraf kelib qoladi. Siz Hindiston tarafga istashlik qilsangiz, Jungo taraf kelib qoladi. Buning o'zi siz biz uchun intayin muhim bir ish bo'lib qoldi, hurmatli vatandoshim. Endi kelaylik, biz voqealar shu darajada taraqqiy qilib kelib o'tibdi. Endi hozir Hindiston Jungo chegara to'qinishi Dunglan rayoniga, Doklam rayonidan asta siljib 3500 kilometr yiroqlikda, shundaq deyildi to'g'ri betida. Biroz sammi yolg'onmi bilmayman. 3500 kilometr yiroqlikda g'arbga so'rkilishgan. Masalan, Pangong ko'l bo'yiga so'rkilishgan. Ladakh rayoniga yo'tkilishga boshladi. Demak, hozir Ladakh rayoniga yo'tkaldi degan gap. Onun üstüge yakından biri, hiç kaçan çıkmagan edi, yakından biri. Hazır Şinjan rayonida, Mustamdaki Şinjan rayonida minomyotchilar, topchilar, yani Xo'janjun harbiy manevr boshladi. Bu harbiy manevrning boshlanishi yani Hindiston Jungo chegara to'qinishi qartilganmi yoki boshqa sabab bormi? Bu narsa biz bilan sizga noma'lum vatandoshlar. Demak, Hindistonda oxir Modi nima dedi, biz eshitmadan qo'rqmaymiz dedi. Ahir Modi efendi, Vezir Modi efendi nima dedi? Urushamsan. Hindiston dedi ki urushamsan. Urushmamsan, bu ikinci gap, lekin men sana birinci pay o'qni ataman dedi. Bu vaziyat shu yerda turib tursin. Endilikda biz o'tganda vatandoshlar leksiya so'zlagan shundoq degan edik. Masalan, 7-oyning 27-kuni Hindistonning vaziri Modining maslahatchisi, yuqori darajalik maslahatchisi Ajit Do'l efendi Beijingni ziyorat qildi dedi.
Onun kayındılı o kişi Hindistan'a kayıtıp gelip yani iki diplomatı Beijing'e evet deydi. Söhbetke evet deydi. Hindistan matbuatları nemi dedi? Bir yerde intayım mühim meseleler oturup koyuldu dedi. Şunun için biz hulas çıkarıp dedik. Görmetlik vatandaşım. Demek bir yerde Cungo ile Hindistan oturup salaş tartışkanda tudunlanır aynı. 1 kilometre tümür yol ya ki 4 kilometre taş yol tartış meselesi emez. Bir yerde intayın çok stratejik maksat var degenidir. Bugün Karaganda'nın buldu Mongoliyanın prezidenti Hindistan'ı ziyaret kılıp kayıtıp gelgendiği için hazır taşkı Mongoliya'da yok oradan tüven gücü Tibet meselesini götürüp çıkış. Tibet meselesi gün tertip gelip geliş. Ya ki Tibet meselesi Cungo ile Hindistan'ın gün tertip geliş meselesi ibaretinde ait eğer. Cungo nimi dedi? Tashqi ishlar ministrligi nimi dedi? Hozir shu yerga borgan Tashqi ishlar ministrligi agar bu voqea yana bir qatim takrorlanadigan bo'lsa, Cungo uchun intayin og'ir dedi. Demak, masalaning negizini hozir siz bilan biz emas, hurmatli vatandoshim. Tashqi Mongoliyaning prezidenti Batolga oshkorildi degan gap. Demek hozir Tashqi Mongoliya Batolga Hindiston bilan bir taraf turib, Hindiston intayin mühim meseleni o'tirib qo'ydi Beijingda degandek biz shu vaqtda nima xulosa chiqargan edik? Bu yerda Tibet meselesi bor degan edik. Bugun Tibet meselesi Batolga Mongoliya orqali o'tirib qo'yildi. Yana bir qiziq ish shunday o'zbadiki, Moshqatam 8-oyning 19-kunimi qaysi kunlarda Tibetning ruhoniy daisi Dalai Lama 82 yoshli Dalai Lama Afrikadaki Botswana devletiga ziyaretke bormoqchi. Bu ziyaret tuyuqsizda amaldan qoldirildi. Onun amaldan qoldirishni Botswana hukumati emas, Dalai Lama o'zi amaldan qoldirdi. Amaldan qoldirgan nima dedi? Yashinib qoldik. Aeroplanga o'ltirish toza absiz bo'layotdi degan gapni ishlatdi. Hozirgacha Amerika qo'shma hozirgacha kechiringlar. Tibetning daisi Dalai Lama bir yerga ziyorat taklif qilinganda hech qachon aniga sabab ko'rsatib ya bunda sabab ko'rsatib ziyoratdan qolgan emas. Faqatla 2015-yil 10-oyida Washingtonni ziyorat qilishni o'zi amaldan qoldirdi. Sababi bu qaydash bilan bo'ldi. Bu qaydash bilan bo'ldi deb tushunamiz. Ikkinchi qatim yana